Aql va boylik. O'zbek xalq ertagi. Bir cholning 4 o'g'li bor ekan. Bir kuni chol: "O'g'illarim, men qarib qartayib qoldim", debdi. Orangizdan bittangiz oila boshlig'i bo'lishingiz kerak. Kimki aqlli va davlatmand bo'lsa, u menga merosxo'r bo'ladi. Har qaysingiz menga aqlli va davlatli ekanligingizni ko'rsating, debdi. Shunda katta o'g'il zumrad ko'zli oltin uzuk taqqan qo'lini uzatib debdi: "Mana boyligim. Boy odamda aql ham bo'ladi." Ikkinchi o'g'li zarbof choponini kiyib ko'rsatibdi. "Shu paytda meni ko'rgan kishi boyligimga va aqlimga qoyil qoladi", debdi. Uchinchi o'g'li kumush va javohirlar qadalgan kamarini beliga bog'lab shunday debdi: "Hech kim umrida bunday kamarni ko'rgan emas." Chol boshni chayqab, katta o'g'illariga hech narsa demabdi. Kenja o'g'liga qarab: "Nega sen indamaysan? Sen qaysi boyliging bilan maqtanasan?" debdi. "Menda zumrad ko'zli uzuk ham, zarbof chopon ham, qimmatbaho kamar ham yo'q. Lekin mehnatkash qo'lim bor, botir yuragim, aqlli boshim bor", debdi. Kenja o'g'lining javobi cholga ma'qul bo'libdi. Bor yo'g'ini unga meros qoldiradigan bo'libdi. Katta o'g'illariga esa uning gapidan chiqmaslikni tayinlabdi. Aziz bolajonlar, ertakni yaxshilab tingladingiz.